Sorun söhbət əxlaq haqida. Yazid ibn Abi Habib rahimehullah şundaq degan: Alim və faqih kishi uchraydigan fitnalardan biri uning yanida so'zni tingshashqa bo'ladigan biri bar turuqliq tingshashdan bekaraq so'zlashni yaxshi ko'rishidir. Agar u so'zlashning o'rniga yanidagi olimning so'ziga quloq solsa, gunohdan salomat qoladi va ilmiy ziyodalashidi. Bu ahvolda, ya'ni o'zidan olimroq biri bar yerda quloq solg'uchi so'zlaguchi bilan yaxshilikda sherikdir. Ammo Alloh saqlagandan boshqa ahvolda odam ko'p so'zlasa, yasab so'zlash, so'zni behuda uzartish illatlari ko'riladi. Yana ba'zilar shon shuhrat sohibi insonlarni o'z suhbatiga texmi loyiq deb o'ylab, miskinlarni to'van ko'rib, o'zining majlislarida ularga o'rin bermaydi. Yana ba'zilar ilmni yoshirib, ilmni yetkazishni o'zidagi ilmni yuturayotganlik deb qarab oladi. Ular ilmning faqat o'zidil bo'lishni yaxshi ko'radi. Yana ba'zilar o'zidagi ilm sabablik o'zini podshohlardek cho'ng tutib, biror masala haqida o'ziga qarshi chiqilsa yoki boshqalar o'zining biror haqqini ado qilmasa g'azablanadi. Yana ba'zilar o'zini fatvo berish maqomiga qo'yib oladi va bilmaydigan biror masala haqida so'ralganda bilmayman deyishdan numus qilg'achqa qarsig'ili javob beradi. Ani shu ravishda u Allohning dargohida bilmay turuqliq fatvo bergan shu masala haqida javobgar bo'ladi. Ularning ba'zilari anglaganligi narsani so'zlab yuradi. Ular bu jihatda shu darajaga yetganki, o'z gapini quvvatlash uchun Yahudi nasoralarning asossiz to'qilma abqashti so'zlarini naql qilishdan yanmaydi. Manba İmam Abdullah ibn Mubarak, Tabuz Zuhud 48-numur. Olimlarning so'rim majlislarida yuqorqidek illatlardan saqlanish kerak bo'lgan ekan, zarur diniy ilmlarni loyiqida egilmagan kishilar so'rinlarda diniy masala haqida gap qilganda texnik ehtiyot qilishi, o'zidan ilmli kishilarning ilmdan manfaatlanishiga kuchishi, men bu gap qilatdim, qilalaydim tipida o'zini ko'rsatishdan qat'iy saqlanish kerak. Diniy ilm so'rinlarida so'zlab olishga emas, Allohga yaqinlashishga ishlatiladi. Kishilarning birovni dinda bir narsa biladigan deb qilishning uning uchun hech qanday foydasi yo'q. Alloh taolo hammamizni manmanchilikdan, riyodan saqlasin, bizlarga manfaatli ilm ato qilsin.